qanaqa do'kon bu, qanaqa ivirsiyotgan do'kon desanglar, bir xonali joydan kichkina bizneschamizni boshlaymiz. Qanaqa biznes roro desanglar, olib sotarib olamiz inasini emsin. Kimdir bizga olib keladi tovar, ishlatilgan, ishlatilmagan, yangi вообще bilmayman. Biz uni tashlayib qo'yib qo'yib, olib turib foydasiga sotamiz. Bozorchilik. Xo'p, biratanimiz kelibdi-da, kul uchunmi sotaman deb kelibdi. Ishlatilgan kul ekan. Lekin bozor narxi $39 ekan qaranglar. U mendan $32 pul talab qilyapti. Brat $25 ga bering. Vash ishdimi? Olmayapman ham sotmayapman ham. $25. 28 ga tushib berdi. 26. Sizniki ham emas, meniki ham emas. 26. Bering davay. Bo'ldi, xo'p dedi. Ko'rdingizmi brat? Rahmat, sog' bo'ling. Uningizni necha pulga sotishimni bilmayman hali. Xo'p, necha pul berasiz deydi. Mana bu zontixchamga deydi. Zontixcha kichkina ekan, jicha emas, ancha kichkina ekan. Bu kichkinagina qizchalarga, yosh bolalarga-da shunda. Yosh bolalarga ekan, endi $20 beraman. $55 ga sotaman deydi. Bor o'ynaylar, ashada o'yna, $40 bo'pti. $45 deydi. Osonmi? $98 ekan o'zi bozor narxi. Davay bering brat, mayli endi ko'p narsa sotib olmayapman, mayli sog' salomatlik. Kul uchunmi sotib olaman deydi. Kul uchunmi $26 ga oluvdik kecha. $59 ga olaman deyapti. Brat $59 bu $70 ga sotaman. Nimaga deng? Bu bunday ligropga qilsangiz ham bo'ladi-da, u ham katta ham kichik bo'ladi u. Ash taraflari bor, shuning uchun qimmat u. $67 beraman deydi. 68 bering, yo'l kiramga $1 olib qolay endi. Yo 68 deydi. Ha men ham 68 dedim. Jinni ol. 162% foydadaman. Nima men sizga nima otib berish? Nima u menga qo'pol ko'chadan o'g'irlab kelyapsizmi bu stop belgini? Egilib olish kerak endi. Stop belgini ko'cha planshetimni surib. Voy. Uzr, jinda endi tushunasizlar, yangi biznesmenman-da. Stop belgisini, o'g'irlab kelgan belgisini politsiyachi, nima, pul tugadimi deyman. Abetga pul istayapsizmi? Yaxshi biznes, atak zo'r, lekin $75 beraman.